Ukaxon 14 Pro'ni soting uka. Ha? Mana shu mashinani olib shaharda o'xshatib yuramiz uka. Yo'q. O'za telefonni berar ekansan, birasi telefonni. Beraman uka 12 ni. Shunda narxi necha pul bo'ladi buni? Narxi uka 4 million 750 ming, ikkita 4 million 750 mingga berib yuboramiz uka. Ha, 10 millionga beralar ekanda. 10 millionga emas, 9,5 millionga berib yuboramiz uka mashina. Ha, 9,5 million bo'ladi. Bu necha yil ekan? 74-yil uka. 74-yil. 74-yil. Klassikasi asujit bo'lgan ekan. Asist bo'lgan uka. Salonlarini nima bo'lar ekan salonlarni? Salonlarini xo'p, salonlariga keladigan bo'lsa, sirinalari bor. Tiniq qilib qo'yib berishar ekan uka. Aniq qo'yib berishar ekan? Ha, tiniq qilib qo'yib berishar ekan. Tomlarini ko'raverasiz mana Alicantara. Alicantara bo'ldi. Metanga ruxsatnomalari ham bor. Metanga ruxsatlari ham bor. Motor ishi yo'q. Motorda umuman ishi yo'q. Shu mashina ertaga olganimizdan keyin 5 kishining orqasiga olib yetarib yurmaymizmi? Yo'q, nimaga uka? Bitta metan qo'yib, bo'ndi shaharda yuraveradilar uka. 03 ha? 03 uka. Dokumenti bor ekan, bo'lmasa dokumenti bor, dokumentda muammo yo'q ekan. Shunda 9,5 millionga beriladi. 9,5 million. Bitta telefonni puliga ta uka. Bo'ldi. Aka bo'lmasa nomerlarini aka Telegram kanaliga qo'yamiz. Telegram kanaliga qo'yamiz. Telegram kanalimiz silkasini pastda qoldiramiz do'stlar. Pastda qoldiramiz, 9,5 millionga berarkanlar. Telegram kanaliga o'tasizlar, keyin YouTube kanalimizga ham o'ta obuna bo'lib ketsangiz. YouTube'ga ham qo'yamiz. Ha, nima aytsalar, hozir Instagramga kam mashina qo'yapmiz, Telegram, YouTube'ga qo'yapmiz. Obuna bo'lish esdan chiqmasa, sirada o'tasizlar, silkasidan qoldiraman. Keyin profilda pastda ham turadi, 9,5 millionga shu mashinani berarkanlar. Hozir 9,5 millionga baraka. Javobga bu aldavlash boshqa narsa, bu mashina yuradi. Hamma yo'qotini salonlarni to'g'irlab beradilar. Bemalol kelib yurgizib, mini ko'rishaveradi. Sog' bo'ylar, omon bo'ylar. Mana shu videoda tanishlarga jo'natib beraverasizlar. Sog' bo'ylar.